Navbatdagi savolimiz. Demak, mana shu kitobdan tahlil bo'lyapti. Nodirbek Ismoilov Milliy sertifikat kitobi tahlili. Ikkinchi variant, ikkinchi savol. Quyida berilgan anormal holatlardan qaysi biri miya so'pi nerv markazlari ishi buzilishi bilan bog'liq emas? Anormal debdi mana bu yerda. Mana bu yerda anormal debdi. Yaxshi yondashilgan savollarga. Shu kitobni yaxshi ko'raman. Yechishni bitta variantni yechimini ko'rdik-ku. Shu yangi yondashuvlar qilinganda savollarda. Xo'p, quyida berilgan anormal holatlardan qaysi biri miya so'pi nerv markazlari ishi buzilishi bilan bog'liq emas debdi. Miya so'pi debdi. Miya so'piga qaysilar kiradi? Uzunchoq miya, ko'prik, o'rta, oraliq miya. Mana shular. Xo'p, ana ko'ramiz. Ijobiy yoki salbiy hissiyotlarni yuz mimikasi orqali ifodalay olmaslik. Yo'q, bu miya so'piga kiradi. Chunki ana bu 5-juft nervda ana bu bo'sh miyadan 12 juft bo'sh miya nerv chiqadi-ku. Ana o'shalarning 5-jufti nervus facialisida. Nervus facialis innervatsiyalaydi. U nervus 5-juft demak bo'sh miyaning nerv so'pidan chiqadi. Demak, A kirmaydi. Demak, tovush kelayotgan yoki yorug'lik tushayotgan tomonni aniq ilg'ay olmaslik. Nervus opticus deymiz buni. 12-juft bo'sh miya nervlarining bittasi nervus opticus deymiz. Bu ham demak hisobdan chiqadi bu. Hisobdan chiqadi. 5B ni ham olmaymiz. Seni ko'ramiz. Zinadan tushish yoki chiqishda tana muvozanatini saqlay olmaslik. Bu muvozanat saqlash, ya'ni miyachaning vazifasi. Miyacha so'pga kirmaydi. Demak, seni olamiz. Deni ko'ramiz. Tinch holatda o'pkaning minutlik ventilyatsiyasining ortishi, nafas olish debdi. Nafas olish bu vazifalar bu uzunchoq miyaga tegishli. Nafas olish va hazm qilish demak organlari ishini innervatsiyalaydi. Uzunchoq miyaga tegishli. Demak, uzunchoq miya so'pga kiradi. Demak, D ham chiqib ketadi. Demak, C javob to'g'ri bo'ladi. C javob.